Alloh subhanahu va taolo kalomi sharif Qur'onda o'zi marhamat qildiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallohul azim. Alloh subhanahu va taolo ushbu oyati karimada quyidagicha marhamat qildiki, ey odamlar, ey insonlar, yerdagi halol, pok narsalardan tanovul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz. Albatta u sizlarga aniq dushmandir. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat karima orqali biz mo'min bandalarni, biz insonlarni yerda doimo halollikka rioya qilishligimiz, halol rizq axtarishimiz, albatta halol pok narsalardan tanovul qilishligimizni Alloh taolo Qur'onda buyuryapti. Ya'ni mana shu halollikka rioya qilgan, halol narsalarni, pok narsalarni iste'mol qilgan insonlarni Alloh taolo o'zi Qur'onda alohida zikr qildi. Agar buning aksi bo'lsa-chi, ya'ni halollikka rioya qilmasa-chi, halollikni Alloh buyurgan go'zal bir amal ekanligini bilmasa-chi, demak unda insonlar shaytonning izlaridan ergashgan insonlar bo'lar ekan. Albatta Alloh taolo aytayapti, halollikka rioya qilmasalaring shaytonning izidan ergashgan bo'lasizlar. Shaytonning izidan ergashgan kishi nima bo'ladi? Albatta u sizlarga aniq dushman. Aniq dushman demak o'sha dushmanligini qiladi. Uning oqibatida inson oxiratda og'ir azob uqubatlarga duchor bo'ladi.